Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan yana Sharekjon va bugungi videorolikda sizlarga bitta mod pakli bilan keyin Minecraftning to'liq katta 1.21 versiyasida to'liq nastroyga qilishni o'rgatib o'taman. Mana o'zimiz paklimiz. Qanday? Muzikaga e'tibor beringlar bolalar. Eskini birinchi so'zdan o'tamiz. Buni hamma bilsa kerak, o'zgartirishni changi kontrol mod. Buni hamma bilsa kerak. Bu yerdagi odam ko'radi. Keyin anada atrofda qatnashni uchib turadi. Yani direkt nimaga? Yorqin yakib ketadi. Keyin bloklarni yaxshilab ko'rsatish kerak. Mana qo'l yaqinlashtirib uzoqlashtirib kerak. Mana pocketni klassическийga o'tkazib olasizlar. Bunday turgan bo'ladi. Shuni klassическийga o'tkazasizlar. Bu kompyuter versiya bo'ladi. Keyin mana chunki ko'tarib qo'yasizlar. Nimaga deganda bu kerak bo'ladi. Uzoqdan ko'rinadi shikari. Mening telefonim kuchsizroq bo'lgani uchun 8 chunki qo'yibman. Telefonim zo'r bo'lsa, siz 10 qo'yib qo'yasiz. Bu mod pakli Java ham uzun ko'rsatuvchi va yangi yil pakli. Bu pakni zacho'da o'rnatadi, men o'rnatolmayman deb o'ylamang. Bu Minecraft Bedrock zo'rligini hamma biladi, shuning uchun video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. Kim obuna bo'lsa, 5 ta kerak. Java ham